الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Şeyh Said Ahmad Balinburi rahimahulloh yozgan Mabadiul Usul namliq bu usul fiqh haqida yozilgan bu kitobniki babu ma yata'allaqu bil haqiqati vel majaz. Ma yata'allaqu bil haqiqati vel majaz degan yerga keldik. Xo'sh, endi biz bu kitobni 20 yani bu kitap degan yani bu kitobning dalili Qur'oni Karimning dalillari haqida so'zlab buni 20 qismi bo'lib 20 qismniki 4 qismini Vujuhun nazmni xos am mushtarak muavval deb uni oldingi darsimizda o'shuningga aloqador amr nahiy mutlaq muqayyad masalalarini bayon qildik. Bugungi darsimizda ikkinchi taqsimga ya'ni vujuhul iste'molga tava bo'lgan haqiqat va majaz ya'ni Qur'oni Karimning lafzlarining shu dastlabdagi qo'yilgan ma'nolariga yoki boshqa ma'nolarga boshqacha munosabatlar tufayli ishlatilishi degan haqiqat va majaz. Shu haqiqat majazga aloqador bo'lgan masalalarni so'zlaymiz. Oldingi burungi darslarda bu haqiqat majazni nihoyatda oddiy tushunib bitib ketgan edik. Biz haqiqat degan nima deganda haqiqatni lafzun urida bihi ma wudi'a lah deb ta'riflagan edik. Ya'ni haqiqat degan shu Araplar dastlabda bir so'zni bir ma'no uchun qo'ygan bo'lsa, shu so'z shu ma'noning o'ziga ishlatilsa, shu dastlabda qo'yilgan ma'no iroda qilinsa bu so'zdan shu so'zning haqiqat ma'nosi bo'ladi. Masalan, kal asadi li hayawanin muftaris ya'ni bir yirtqich yoylalari bor bir hayvonga shir degan gap qo'yilgan 5 ta. Endi bir kitobda bir yerda bu asad degan so'z kelib, mush hayvonning o'zi iroda qilinsa, mush so'zning asli haqiqat ma'nosi bo'ladi deb tushundigan edi. Majaz deganda deganda majazni lafzun urida bihi ma g'ayru ma wudi'a lah li munasabatin baynahuma deb tushundigan edi. Majaz degan ya'ni ko'chma degan gap. Ya'ni shu Araplar dastlabda bir so'zni dastlabda bir ma'noga qo'ygan bo'lsa, lekin biz shu dastlab qo'yilgan ma'no bu so'zni iroda qilinmay, birda bir munosabat sababli, birda bir qarina, bir tusalg'u sababli boshqa ma'no iroda qilinib qolsa, mana shu majaz ko'chma deb atiladi deb tushundigan edik. Masalan, asad degan so'z kelib bir yerda bundan yirtqich hayvon iroda qilinmay, balki jasoratlik, botir, jasur odam iroda qilinib qolib qolsa, bu majaz bo'ldi degandik. Nima uchun buni bunday iroda qilinib qoldi desa, chunki cho'qim shu so'zning asli ma'nosi bilan ko'chma ikkinchi ma'no o'tirisida bir aloqa bo'lish kerak, munosabat bo'lish kerak. Masalan, men ra'aytu asadan yarmi desam, men o'q etayotgan bir shirni ko'rdim demayman. Ya'ni chunki shir degan o'q atanmaydi. Ya'ni bu qarinat sarifa anil haqiqa. So'zning haqiqat ma'nosi iroda qilinishdan to'sib turadigan qarina, ya'ni buniki qo'shnisi yenidagi so'z yarmi degan so'z, o'q etayotgan degan gap yani. Chunki shir degan o'q atanmaydi. Inson atalaydi. Unda o'g'an degan shu bu uning asli ma'nosi iroda qilinmaydi ekan dedik. Undan keyin chuqum so'zning asli ma'nosi bilan ikkinchi ma'no o'tirisida bir aloqa bo'lish kerak. Bu aloqa balkim o'xshashlik aloqasi bo'lishi mumkin, balkim yani 10 necha xil aloqa bor. Shu aloqani siz bo'lsa bo'lib qolsa, uni keyin so'zni ikkinchi ma'noga ko'chiramiz. Masalan, bu yerdagi aloqa ra'aytu asadan yarmi degan so'zda masalan aloqa o'xshash aloqasi. Ya'ni shirda bir sifat bor, bu sifat bo'lsa qo'rqmaslik, shijoat, ya'ni o'zidan hayvonotlar o'rmonlikdagi o'zidan nechasi cho'ng hayvonotlarni tutib o'ylab yalaydigan jasorati bor. Xuddi shuningdek jasoratli odammi o'zidan cho'ng va o'zidan ko'p odamlardan qo'rqmay yengillaydigan bir jasorati bo'lganlik uchun ikkisining shu taraf o'xshaydi ekan deb, o'xshash taraf bor ekan deb, ya'ni ikki sabab. Biri yelmaydigan qarina bor, ikkinchisi bu so'zning birinchi ma'nosi ikkinchi ma'nosi o'rtasida munosabat bor, o'xshash munosabat bor ekan deb ko'chdik. Demak, bu shu majaz deb atiladi. Xo'sh.
Endi bugungi darsimiz bo'lsa, mana shu shu majaz bilan haqiqat bilan majazga aloqador bo'lgan masalalar tafsilotini so'zlaydi bugun musannif. Xo'sh, endi birinchi madama amkana al-amalu bil ma'na al-haqiqi saqata al-ma'na al-majazi. Endi bizga bir qancha qoidalarni so'zlaydi. Shu qoidaning ichidagi so'zning haqiqat majazdagi Hanafi mazhabining eng birinchi asosiy tub qoidasi bizdagi asosiy maqsad haqiqa. Yani dastlabda so'z asad degan so'z shir shu yirtqich hayvon qo'yilgan bo'lsa, asli haq kimning? Shu asli egisining, ya'ni yirtqich hayvonning. Asad degan shir gapdan biz yirtqich hayvonni iroda qilishimiz kerak. Asli qoida. Nima deyapti u? Yani so'zning asli ma'nosiga, haqiqiy ma'nosiga amal qilish mumkinli bo'ladi ekan, majaziy ma'nosi, ko'chma ma'nosi saqit bo'ladi, nazardan saqit bo'ladi. Ya'ni men shir deganni iroda qildim, shir degan gapni iroda qilgandan keyin buniki botir jasoratli odamga gap cho'qim nazardan saqit bo'lish kerak. U ma'ni yo'q. Nima ish qilsa li'annahu musta'arun. Chunki so'zniki majaziy ma'nosi degan musta'ar. Yani aliyetki istiara kılınğıcıdır. Aliyetki ilingan bir söz. Vel musta'aru la yuzahimul asl. Aliyetki ilingan söz degen asl bilen qıstışanmaydı. Yani la yuzahim degan gap, yani onu qıstap çıqırıp ötenmeydi. Asli ma'nosini qıstap çıqırıp ötenmeydi. Çünkü o da tang o'rinda emas. Çünkü birincisi asli ma'na, ikincisi o'tne ilingan, aliyetki ilingan ma'na. O'tne ilingan narsa degan davomli tuvan darajada bo'ldi. Masalan, biz qulum qo'shnilardan bir narsa o'tne olgan bo'lsak, o qulum qo'shniga o narsa shunda lozimlab qolgan ama darhol qaytarish kerak. Üzümüzde olmagandı ki şundaki. Hem yeni bir inçki meseleme tenbih. Bu usul istilahida musta'ar deb gelse, yani mecaz degen buldu. Mecazdan istiara ilişkisi nima kelime mutaradife, yani ma'noda söz. Ama balagat istilahida başka. İlmi balagat babı olganda istiara degen başka, istiara başka, mecaz başka. Bu şunun ikisini ayırıp biliriz gerek farkını. Hoş. Hem de bu sende bizge bir misal getiriyorduk. Bu misal biraz müşkülek misal, lekin asli bundan adli misal keltirgan bo'lsa, o'quvchilar uchun yaxshi bo'ladi, lekin men ikkisini keltirib beraman. Masalan, Alloh taolaning qavliga o'xshashki, "Valakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman" degan qavli. Alloh taolo Sura Ma'idaning 89-oyatida qasam haqida so'zlab, "Yani la yu'akhidukumullohu bil-lagwi fi aymanikum." Alloh taolo sizlarni qasamlarni, baka qasamlarni surishti qilmaydi. Biroq sizlar chekkan qasamlarni kuchlantirib, chekkan qasamlar bilan sen surishti qiladi degan oyatida mishadiki bima aqadtumul ayman degan so'z mahmulun ala ma yan'aqidu, chigiladigan qasamga hamla qilinadi. Va huval munaqidatu faqat, ya'ni bu yerda iroda qilinadigan faqat chigilgan qasam iroda qilinadi. Da'vatidir. Buni kamida bo'lgan degan tushunib qo'yay. Li'annahu haqiqatu hada lafz, çünkü muş çekilgen qasam muş lafzın, yani aqada degan lafzning haqiqiy ma'nosidir. Duna ma'nal azm, yani qat'iy iroda qilish, bel bog'lash degan ma'ni emas. Chunki qat'iy iroda qilish, bel bog'lash degan ma'na aqadaniki majaziy ma'nosi. Yani hatta yashmalal ghamusa vel munaqidata jami'an, yani yolg'on qasam bilan ghamus degan yolg'on qasam. Nimishqa ghamus yolg'on qasam desa, ghamasa yaghmisu, yani Bilasın çukadi degan chiqqan, chunki bu yolg'on qasam ichgan odamning yolg'on qasam ichgan odamning shu yolg'on qasam ichishdan iborat bu xatoligi bu dunyoda gunohi cho'milib o'tadi, cho'kilib o'tadi, oxiratda do'zax o'tiga cho'kilib o'tadi. Xudoyim saqlasin yolg'on qasam ichishdan. Chunki bu gunoh ekanligidan. Ya'ni yolg'on qasam bilan va munaqida degan chigilgan qasamlarni birlikda o'z ichiga og'ili, qat'iy irodaga kelish, bel bog'lash degan ma'nini o'z ichiga olmaydi bu yerda. Nimishqa bu mushu lafzniki haqiqiy ma'nosi emas, balki uning majaziy ma'nosi. Li'annahu majaz. Chunki u majazdir. Vel majazu la yuzahimul haqiqa. So'zning majaziy ma'nosi haqiqat bilan tang turib qistishanmaydi. Balki haqiqat bilan qachon nimadiki yuzahimni la yata'aradu desangiz tushunadi. Ya'ni so'zniki majaziy ma'nosi haqiqat bilan qarama-qarshi turolmaydi. Qachon haqiqat ma'nosi aytish mumkin bo'lsa, so'zniki majaziy ma'nosi darhol chetga chiqadi. Endi bu masalani sizga tushuntirib bersam, texnik oddiylashtirib tushuntirsam, ya'ni xo'sh, ya'ni Alloh taolo
sizlarni baka qasam bilan so'zli qilmaydi degani, ya'ni Shafiy mazhabiga ko'ra, ya'ni qalbinglarni niyat qilmagan, faqatlam tilinglarda o'ylamaylam qilayotgan qasamlarni so'zli qilmaydi degan bo'ldi. Ammo Hanafiy mazhabiga ko'ra buning ma'nosi, chunki asbab-ı nuzuldan ilinganda, ya'ni sahobalarning bir qismi halol pak narsalarni o'ziga harom qilib qasam qilib edi, darhol shu oyat nozil bo'ldi. Ondan chunki nozil qildi, keyin shu Alloh taolo halol qilgan narsani harom qilmanglar degan oyat nozil bo'lganda, bizniki qasamlarimiz qanday bo'ldi deganda, mana shu oyat nozillab sizlarniki anda, ya'ni bilmay, bir narsaniki mundaligini bilmay turib, sizlar munda deb o'ylab qilib qasam ichgan bo'lsanglar, buni Alloh so'z qilmaydi degan. Ya'ni bir odam bir narsani ma'mundaq narsa deb e'tiqod qilib, ammo buni xato e'tiqod qilib qolgan. O'zi bilmaydi, uniki haqiqatni bilmaydi. Keyin ondan chiqib qolsa, shuni qasam ichgan bo'lsa, shu so'z qilmaydigan, kafarat qilmaydigan qasam bo'ladi deydi endi. Meni tushundigan. Endi xo'sh, bu yerda bizning maqsadimiz u emas, shahid bu yerda, ya'ni bima aqattumul ayman, ya'ni qasamlarni chekkan degan gap. Ya'ni qasamlarni chekish degan gap, o'shada aqd degan so'z bu yerdagi bizning so'z shahid bo'ladigan ya. Aqd degan so'z chekish degan gap. Ya'ni asli aqdning asli haqiqat ma'nosi, ya'ni yipni chekish yoki og'amchini chekish, tugunji qilish, tugunji degan gap. Aqd degan tugunji. Endi bu yerdagi buningdan asli ma'nosidan agar so'zni so'zga bog'lash deb keldi, masalan, aqdul nikoh deb keladi, aqdul bay' deb keladi, bunday deb kelsa, bu ya'ni so'zni so'zga bog'lash, bir so'zni yana bir so'zga bog'lash degan gap. Bir so'zni, ya'ni rabtu lafzin bi lafzin degan bo'ldi. Bir so'zni bir so'zga bog'lash. Ma'lum bir hukmni vojib qilish uchun, masalan, rabtu lafzin bi lafzin bi ijobi hukmin degan bo'ldi. Li ijobi hukmin. Endi shu so'zning bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda yipni yipqi chekish degan gap ma'noni ishlatib bo'lmaydi. Demak, u nazarni saqtaldi. Endi demak, majoz avval majoz sani degan gap paydo bo'ldi. Birinchi so'zning birinchi majoz ma'nosi bu yerda so'zni so'zga bog'lash, ya'ni qasam bilan muqsam bihni bog'lash. Alloh bilan qasam, men bunda qilaman. Alloh bilan qasam, unda qilaman deb, ya'ni bunda qilaman degan hukm bo'lsa, Alloh bilan degan so'z bir so'z, qasam degan bir so'z, bir so'zni birini bog'lab turib, hukmni vojib qilish. Bu shu so'zning haqiqiy ma'nosi. Undan keyin endi bu yerda faqatlam og'zoki, ya'ni qalb bilan aloqasi yo'q. Og'zoki, ig'izda men Alloh bilan qasam, bunda qilaman deb kuchlantirilgan bir qasam, kuchlantirilgan, takrorlangan bir qasam iroda qilinadi. Bu qalbdagi maqsad uniki ikkinchi majoz bo'ladi. Ya'ni bir og'zimizni qasam bilan qalbimizni ikkisini bog'lab, maqsad qilib qasam qilish so'zning ikkinchi majozi ma'nosi bo'ladi. So'zning birinchi majoziga amal qilingan yerda ikkinchi majozga o'rin yo'q demakchi. Demak, bu yerning so'zning birinchi ma'nosi lafz. Ya'ni qasam bog'lansa, kuchlanib, qasam kuchlantirilib, vallohil azim degan qasam bilan kuchlantirilib, bir hukmga bog'lansa, bu qasam bo'ldi. Ammo buni qalbdagi irodaga qaralmaydi. Endi İmam Şafii'nin mazhabida yo'q, bu yerdagi aqattum degan, ya'ni qalbinglar bilan bog'lagan, maqsad qilgan qasamlardan kafarat savol surishti qildilar deb ma'no aytadi. Shuning bilan u chaqda Imom Shafiy mazhabi bo'lganda, bu odam yolg'on qasam ichgan bo'lsa va rost qasam ichgan bo'lsa, hammasi agar qasamiga vafo qilmasa, bu qasam nima qilinadi? Qasamga kafarat berish kerak deydi. Ammo Hanafiy mazhabida shu deganda, ya qasam degan asli qoida qasamning qasamida turish, vafo qilish uchun ichiladi. Unda olganda kim bir odam yolg'on qasam ichgan bo'lsa, bu yolg'on qasamida turish mumkin emas. Qanday turish mumkin emas? Chunki yolg'on qasam degan o'tgan zamonda ichildi. O'tgan zamonda bo'lgan ishni bo'lmagan ishni bo'lgan deb yolg'on aytib ichadi. Yolg'on aytib ichgandan keyin uniki qasam ichgan vaqtida qasamida turish nima mumkin emas. Unda bu qasam chekilmaydi. Qasam chekilmagandan keyin bu nimaning ichiga kirmaydi. Lafz bilan normal chekilmaydi u gap. Aslida men bunda qilaman billahi lazim deb ishida qasam deganda. Bunda qilaman deb ishmay, balki o'tgan zamonda unda olgan deb yolg'on aytgan bo'lsa, bu qasam 5 tilam chekilmadi. Chekilmagandan keyin buningga chekilmagan Alloh taolo chekkan qasamlar dedi. Bu yerda qasam chekilmadi, shu buningga kafarat ketmaydi deydi. Ammo kafarat ketmaydi degani gunoh olmaydi degan emas. Bu degan yaminul g'amus degan shuncha bu gunoh kabirning qatorida mug'allaqadan buni kafarat, qasamning kafarati buni nima qilinmaydi, yuyib tozalanmaydigan darajada ig'ir jinoyat. Xo'sh, endi asli bu masalani o'rnatib oddiy misol keltirgan bo'lsa, masalan, ibn degan so'z o'g'il degan gap. O'g'il degan uchun haqiqat.
nevra o'g'ilning o'g'li nevra çevreler için mecaz buludu. Bir adam mening muomalamni mening o'g'illarimga nasihat vasiyat qildim deb o'lib qolgan bo'lsa, endi bu odamniki o'g'li ekan va nevralari ekan. Buni olib qolgan bo'lsa, bu mol kimga tegadi? O'g'ilga tegadi. Nevraga tegmaydi. Nimishqa? Chunki o'g'il haqiqat, nevra majaz. Ya'ni haqiqat bayada majazga o'rin yo'q degan gap. Bunda tushunsa oddiy bo'ladi, xo'sh. Endi biz anvaul haqiqa birinchi qilib haqiqatning turlarini so'zlaymiz. Endi birinchi mazmunni so'zlab bo'ldi. Birinchi mazmun, ya'ni haqiqatga amal qilish mumkin bo'lsa, majazga o'rin yo'q degan qoidani so'zladik. Ikkinchi, al-haqiqatu ala salasati anwa. So'zning biz haqiqatga amal qiladigan degan haqiqat qancha turlik, haqiqat 3 turlik bo'ladi. Birinchi haqiqa mutaazzira. Ya'ni qilish mumkin emas yoki qilish intayin qiyin bo'lgan haqiqat. Yani kemen halafa la ya'kulu min hadihi şecerati aw min hadal qidr. Bir adam mesela bu daraxtdan yemaydigan qasam ichgan bir odamga o'xshash yoki bu qozondan yemaydiganga qasam ichgan bir odamga o'xshash. Bir adam men bu daraxtdan yemayman yoki men bu qozondan yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, bu haqiqa mutaazzira bo'ladi. Ya'ni daraxtdan yeyish mumkin emas, mumkin bo'lsa adasiz qavzoqlarni qattiq qabul qilgan yegil bo'lish mumkin. Ammo qozondan yeyish, qozonning tumurini, misini yeyish mumkin emas masalan. Endi mushunda haqiqa mutaazzira birinchi turi. İkincisi haqiqa mahjura, yani terk etilgan haqiqat. Buni amal qilib bo'ladi, lekin ya'ni kishilar tashlab etgan. Masalan, keman halafa la yada'u qadamahu fi dar fulan. Bir adam men falonning qo'rosiga qadam bosmayman deb qasam ichgan bo'lsa, mushu haqiqa mahjura deb ataladi. Chunki bu yerdan murod tabiiyki ham o'ylan ittifoq bilan falonning ho'yligiga kelmayman degan gap murod. Ya'ni falonning agar bir adam paşqını besip durup, paşqını o'ylisga besip, o'zi tez tashlasa, buni biz kirdi demaymiz. Qasam hanız olmaydi. Endi ve haqiqa mustamala. Endi üçüncü haqiqa mustamala, ya'ni ishlatiladigan haqiqat deb ataladi. Ishlatiladigan haqiqatlar biz to'xtamay so'zlab turayotgan haqiqat shu. Va amsalatu kesira, buni misollari nurg'un. Xo'sh, endi ahkamuha. Tamam, 3 xilkan haqiqat. Bir haqiqa mutaazzira, ya'ni bir haqiqa mahjura, ya'ni bir haqiqa mustamala. Bunların hükümleri nima desa? Fil qismaynil awwalayn. Avval qismda yusaru ila al-majaz bil ittifaq. Bil ittifaq, yani İmam Abu Hanife, Abu Yusuf, İmam Muhammed rahimehullah hammaniki bil ittifaq bilan agar haqiqa mutaazzira bo'lib qolsa, bil ittifaq masalan men bu daraxtni yemayman deb qasam ichgan bo'lsa bir odam, bil ittifaq nimaga qaytadi? Bil ittifaq, ya'ni mushu daraxtniki fulusini yemayman ya bu daraxtniki mevasini yemayman degan qaytadi. Fa yuradu min ash-shajarati thamaruha aw thamunha, ya'ni bu daraxtni yemayman degan qasam, bu daraxtning mevasini yemayman yoki fulusini yemayman degan bu. Chunki agar mevalik daraxt bo'lsa, mevasi agar yog'och bundaq mevasiz daraxtlar bo'lsa, shu daraxtni setib, fulusini qajamayman degan bo'ldi ma'nosi. Bil ittifoq. Chunki uni kim yog'ochni qovziqni yemaydi-da. Va min al-qidri ma yahullu fihi. Qozonga tushgan narsa bo'ladi. Ya'ni shu qozonda pishgan tomoqni yemayman degan bo'ldi. Endi va min wad'il qadami mutlaq ad-dukhul. Endi men palonning qo'risiga qadam bosmayman degan gapda mutlaq dukhul. Ya'ni mutlaq dukhul, ya'ni mutlaq kirish iroda qilinadi. Demak, agar bir odam ho'ylidi palonning qo'risiga o'zi kirmay pochqini deb qo'ygan bo'lsa, bu qasam xoni so'nmaydi degan gap. Agar bir odam bir 50 kuta ekib tashlayotgan bo'lsa-mi, xolos qasam xoni so'ldi, kelgan bo'ldi. Xo'sh, endi deydi. Va fil qismil oxir qismda ya'ni haqiqa mustamala bo'lsa, ya'ni ishlatiladigan haqiqa bo'lsa, ya'ni mutaazzira bo'lmasa va mahjura bo'lmasa, balki mustamala bo'lsa, endi bunikimi nimalari bor? Bunikimi qismlari bor. Va fil qismil oxiri illam yakul laha majaz mutaarif. Agar u haqiqa mustamalaning majaz mutaarifisi bo'lmasa, fal haqiqatu awla bila xilaf. Yani haqiqat ma'nosiga amal qilish hech bir xilofsiz avla. Ya'ni endi majazga hammasi urfida odatlangan bo'lmaydi. Ba'zan majazlar bor, majaz ma'nosi bor, lekin urfida odatlanmagan. Ya'ni biz o'zimiz yasab bog'lab olgan majazlar, lekin bunda majazlar qolsa, urfida odatlangan majaz olmay, yangidan yasalgan, kashf qilib yangidan tuzilgan majaz olsa, bunda ahvollarda nima hech bir ixtilofsiz haqiqat so'zniki haqiqa mustamalaga amal qilish nima avlo bo'ladi. Jimad walau kana laha majaz mutaarif. Agar haqiqa mustamalaning majaz mutaarifisi bo'lsa, ya'ni majaz mutaarif degan gap nima degan gap desa, ya'ni
ko'p ishlatildi, haqiqatdanmi ko'proq ishlatiladigan yoki tushunilish jihatda so'zning haqiqat ma'nosidami tezroq tushuniladigan narsa majoz mutaarrif deganida. Odamlar ko'p ishlatgan adadida. Agar so'zning majoz mutaarrifsi bo'lsa, fal haqiqatu awla inda Abi Hanifa. Abi Hanifa rahimahullohning qarashida yanala so'zning haqiqat ma'nosiga amal qilish uchun, haqiqiy mustamala bo'lganligi uchun haqiqat ma'nosiga amal qilish nima bo'ladi? Avla bo'ladi. Vel amelu bi umumil macazi evla inde Abi Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah. Ama Abi Yusuf ile İmam Muhammed rahimahullah'ların göz karşıda umumul mecaz yani mecazının umumluğuna amel kılış evlarak buludu. Hoş. Hem de bu umumul mecaz diyen ne be? Bu intayin inçike muhim olan bir mesele. Bizde umumul mecaz da bir nasıl var. Bu Şafii'lerdeki umumul mecazga okşamaydı. İntayin inçike farkı var. Umumul mecaz diyen gap mesela bir adam bunu misal arqılı düşündüreyim. Mesela bir adam ben ma buğdaydın yemeymen yoki ma deliyadın su içmeymen deb qilsamışken bo'lsa endi İmam Azamning ko'z qarashida bu odamning qasimi agar shu bu nimaga o'yladi va ma buğdaydın yemeymen degan qasamning o'zi nimaga buğdayning yeyishniki haqiqatiga o'yladi, haqiqiy mustamalaga. Ya'ni ishlatiladigan haqiqatga o'yladi. Ya'ni majoz mutaarrifga urfida odatlangan majozga o'ylmaydi odam. Haqiqatda turibdi ondan keyin agar shu buğdayning o'zini un tatmaylab chaynab yesa qasimxonasi bo'ladi. Ammo u buğdayning unusidan yo tomog'ini yesa qasimxonasi bo'lmaydi. Qasimini buzgan bo'lmaydi. Agar bir daryodan dum yetib issa bu so'zning haqiqati bo'ladi. Shu chaqda qasimxonasi olgan bo'ladi, ammo qulu usub yoki su qanchalar usub su ise qasimxonasi olmaydi. Mana mushu nima qilgan bo'ladi? Shu so'zning haqiqat ma'nosiga amal qilgan bo'ladi, majoz mutaarrifga amal qilmaydi. Ammo İmam Abu Yusuf İmam Muhammed rahimahulloh qarshida dal buni aksicha. Ya'ni agar ve majoz umumul majozga amal qiladi bular. Umumul majoz. Ya'ni bundan agar shu buğdaydan bo'lgan nonni yeysimi yoki shu buğdayning o'zini yeysimi qasimxonasi bo'ladi. Agar daryodan qochi bilan yoki u qulni urushlab ichsimi yoki dum yetib ichsimi nima bo'ladi? Qasimi xonis bo'laveradi. Nima ish qilsa, bu yerda umumul majoz yo'liga amal qilamiz. Ya'ni bizda bu yerda bir o'rtaq bir masala bor. Biz so'zniki haqiqatiga va majoz ma'ni ikkinchisiga amal qilganlik emas, umumul majoz degan. Ya'ni bu yerdagi qasamga qaraydigan bo'lsak, men bu buğdaydan yemayman, ya'ni buğdaydan yemaslik degan bir umumiy gap bor. Buğdaydan yemaslik. Buni haqiqiy ma'nosi buğdayning o'zini chaynab yeyish haqiqiy ma'nosi. Ammo majoziy ma'nosi deganda buğdaydan bo'lgan nonni, oshlarni yemaslik majoziy ma'nosi. Ammo biz bu yerda umumiy ma'noni, majozning umumiy ma'nosini nuqta tutib, ya'ni shu buğdaydan yemaslik degan ma'noni asos qildik. Uning keyinidan mushu buğdaydan buğdayni chaynab yesin yoki buğdayni non qilib yesin yoki osh pishirib yesin, ish qilib shu buğdaydan yeyish bo'lib qoladi ekan. So'zniki majoziy ma'nosi umumiy, bu chaqda haqiqiy ma'nosi shu majozning farqlaridan bir farq bo'lib qoladi. Shu majozning bo'laklaridan bir bo'lak bo'lib qoladi. Ya'ni umumul majozniki ichiga kirib ketadi. Demak, shuning uchun buning hammasiga amal qilgan bo'ladi bu chaqda. Endi bu İmam Şafii'ning mazhabidagi umumul majozga o'xshamaydi deyishimiz esa qanday yerda o'xshamaydi desa, chunki Şafii mazhabida nima deydi? Şafii mazhabida masalan avla mastumun nisa degan oyatda agar siz ayollarni jimo qilsanglar degan oyatda bu yerda ayollarni jimo qilsanglar degan bo'ladi oyatning ma'nosi va ayollarni silsang degan bo'ladi. Ikkinchisi ma'nosi bo'ladi. So'zning haqiqat ma'nosi bilan majoz ma'nosi ikkinchisi bo'ladi deydi Şafiilar. Lekin bizda unday emas. Yo'q. Bir yerda bir holatda faqat bir ma'no ishlatiladi, bir ma'no iroda qilinadi. Ya silash yoki jimo qilish. Bu yerda bir jimo iroda qilinadi, shunga so'zning haqiqati iroda qilinmaydi deydi. Nima uchun deganda, chunki bizda bu yerdagi umumiy boshqa savol so'rash kerak. Ammo biz bu yerda umumiy majoz saqlamamiz yo'q, bu yerda umumiy majoz emas. Chunki so'zniki silash degan gap bilan jimo degan ikkisi bilak gap. Anladın? Ammo bu yerda bizim masalada yeyish, ya'ni bu buğdaydan yemaslik degan gap bor. Bu buğdaydan yemaslik degandan non qilib yemdi, chaynab yemdi, ish qanday o'zini desa, shu majozning turi kishayotgan bo'ladi. Umumiy majoz degan bu shu. Xo'sh, endi 3-qoida vel majazu khalafun anil haqiqa fi haqqil lafzi inda Abi Hanifa.
Ebu Hanife rahimullah'ın göz karşıda mecaz lafzının hakkında hakikat halap buludu. Yani bu intan mecaz Ebu Hanife rahimullah'ın göz karşıda mecaz lafzının hakkında hakikat halap buludu. Ve indahuma iki imamın göz karşıda halafun anil hakikati fi hakkil hüküm. Hükümün hakkında hakikat halap buludu. Demek bu iş bunların iki tarafına oturursa da mahallul ittifak var ve mahallul hilaf var. Mahallul ittifak İmam Azam deydu mecaz hakikatga halap bulalaydı, un basar bulalaydı deydu. İmam Ebu Yusuf deydu mecaz hakikatga un basar bulalaydı deydu. Hoş ma ittifak. Hem de lekin ihtilaf nerede dese yani fi hakkı İmam Azam deydu lafızның hakkında yani bir söz mecaz etilgan bolsa bu söz Arap tiliga uygun bolup eken, Arap tiliga uygun bolup eken bu sözün biz hükmüne qarab oturmaymiz. Şu lafız to'g'ri Arap tiliga to'g'ri kelsa, buni biz navbat kelsa majazga yutkuv beramiz. Agar haqiqatga amal qilib bo'lmasa, majazga o'tsak bo'ladi deydi. Ammo ikki imom nima deydi yo'q. Biz buni hukmga qaraymiz. Agar buni hukm qilib bo'lsa, hukm qilish to'g'ri bo'lsa, undan keyin biz buni haqiqatga amal qilmagan chaqda majazga o'tkazamiz. Agar bu so'zniki haqiqatga hukm qilib bo'lmasa, buniki majazga o'tkazilib bo'lmaydi deydi. فلو كانت hoş endi فلو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها agar sözün hakikat manası öz nefsinde bir mümkün iş bolsa yani mecaz qarmay turib şu hakikat manası bir ameliyatda bir reallikka aylanadigan aqlga sig'adigan ameliyatga uygun bir iş bolsa birinchi shart ikki imomning sharti illa annahum tana'al amalu biha biroq lakinnahu degan ma'noda illa annahu degan lakinnahu biroq mushu so'zniki haqiqat ma'nosiga amal qilish limani degan bir tusalg'u. Chunki biz 5 dedik-ku, so'zning haqiqatdan majazga o'tish uchun chuqur buniki bir qalinat sarfa bo'lish kerak. Buni haqiqat ma'nosini to'sab turadigan bir qalina bo'lish kerak. Ikkinchi deymiz, qalinaniki boshqa xil qalina hammani. Bir tusalg'uni jetidan buningga amal qilishni to'salab qolsa, shu chaqda majazga o'riladi. Va illa saral kalamu lagwan. Agar unda bo'lmasa, bu kalam bakachilab ketadi deydi indahuma. Ikki imomning ko'z qarashida, ya'ni demek imamının göz karşıda sözdeki mecazı ötkürüş için çokum hakikat ki manisi yatkızılıp buluş gerek. Hakikat manisi mümkün bolganda, hakikat manisi emniyetke uygun bir mümkünçilik iş bolgan çağda sözüne böyle tosalgı pedalap kalsa hakikat manisi yaratıklaştın. Şu çağda mecazı ötkürülü buludu. Ama sözün hakikat ki manisi yaratıklış mümkün emez iş bolsa bunun mecazı örüşmü mümkün emez deydi. Satırım bunun misal getirip şunu söyler. Ve indehu İmam Ebu Hanife'nin göz karşıda yusaru ilal mecaz. Bu mecazga öğrülüdü. Bunda ayladı. Ve illem tekunul hakikatu mümküneten fi nefsiha. Yani bu sözün hakikat manası özüde mümkün olması. Yani bu sözün hakikat manasının mümkünçülüğü olmagan takdirde mu mecazga öğrülse buluyor deydi. Bunun misali mesela İza qalel mevla li abdihi ve huve ekberu sinnen minhu. Mesela bu hucayin yüzünün kuluğa bunda dese. Halbuki o hucayin yaş cihette halbuki bu kulu hucayinin bu kulu Hocayindin yaş cihati çonken, hocayindin yaşı çonken. Yani hâzâ ibni, üzünü yaşayan adam kapap, mamunun oğlum dese, la yusaru ilel mecazi indahuma. Yani iki imamın göz karşıda bu mecazı öğrenmeydi. Neymiş ka? Listihaletil hakika. Çünkü bir yerde hakikat mümkün emez. Yani bunu oğlu buluş, oğal diyen çokum dadısının yaşı küçük buluş gerek. Dadısının yaşı çoğun oğlu olmaydı. Emeliyetti mu mümkünçülüğü bulmağa işini mecazı mu mümkünçülüğü bulmaydı deydi. Çünkü bu da hüküm karakallıktır. Ama ve indehu İmam Azam'ın karşısında yusaru ilel mecaz. Bu mecazga öğülüdü. Mecazga öğülüdü fe yutakul abd. Şu bu kul azat kılınıdı. Nemiş kadese çünkü İmam Azam bir yerde hüküm karamaydı. Belki nemi karaydı o? Sözündeki lafzı karaydı. Yani hada ibni diyen gap yani mamunun oğlum diyen gap. Neyse Arap dilinde doğru. Yani mubtada haber bir hükümde payda verirdi. Onun için oğlum diyen gap yani oğal diyen gap bilen Peygamber Sallam kanda adam üzerindeki men meleke zi rahmi mahramin diyen gap bakanda adam üzerindeki zi rahmi mahram bo'lgan o'g'liga yoki dadasiga egolab qolib qolsa, hujamlab qolsa bu ozodlab ketadi degan hadisning hukmi bo'yicha o'g'lim degan gap yana ozod deganni bildirdi. Shuning uchun buniki biz yeshini cho'ng kichiklik qaramaymiz. O'g'lim dedimi ozod bo'laverdi deydi Imom Azam Hanife rahimahulloh. Xo'sh, endi to'rtinchisi la yuradul ma'nal haqiqiy vel majazi ma'an min lafzin wahidin fi halatin wahida. Yani sözdeki haqiqiy ma'nosi bilan majaziy ma'nosi birlikda bir lafzdan bir holatda iroda qilinmaydi.
Xo'sh, endi A5'dagi umumul majaz degan gap kalanlığa şu bilish kerak. O umumul majaz bilan mao miyadagi iroda qilinmaydigan bilak gap. Mao Shafiy mazhabidagi raddiya berilgan gap. Umumul majaz bu masalaga o'xshamaydi. Masalan, ka qavlihi ta'ala Alloh taolaning qavliga o'xshash. Avla mastumun nisa degan qavlida lamma ulida minal mulamasa. Bu mulamasa degan so'zdan majaziy ma'ni iroda qilingandan keyin ve huvel cima bo'lsa jimadur. Mulamasa yani majaziy ma'nosi jimadur. Saqata iradetul ma'nal haqiqiy. Buni haqiqiy ma'nosini iroda qilish saqit bo'ladi. Ve huvel masubiyat bo'lsa qo'l bilan silash degan ma'no. Xo'sh, endi bir şeyda mana bir so'zda bir holatda ikki ma'no teng iroda qilinmaydi. Endi savol kelish kerak. Mesela ilgili hukmda umumul majazda ikki ma'no teng iroda qilinadi desa, chunki bu yerdagi umumul majaz yo'li bilan, ya'ni bu yerdagi haqiqa şu majazning farqlaridan bir fart bo'lag'liq. Şu majazning farqlaridan tarmoqlaridan bir tarmoq. Ammo bu yerda majazning tarmoqlari emas. Masalan, silash degan gap bilak bir gap. Bir odam xotinni silab qo'ysa jimo qilolmaydi. Endi jimo degan bilak gap, silash degan bilak gap. Xuddi masalan tixma oddiylashtirib bersam sizlarga. Masalan, men ra'aytu asadan desa, men bir shirni ko'rdim desa, bu so'zlik ya'ni bir yirtqich hayvonni ko'rdim degan bo'ladi. Ammo men o'q etayotgan bir shirni ko'rdim desa, ya'ni jasoratli bir o'q etayotgan yigitni ko'rdim, shunga o'xshaydigan degan bo'ldi ma'nosi. Andagandan keyin ya'ni ya u iroda qilindi, ya bu iroda qilindi. Ya'ni o'xshash bir shirni iroda qilinadigan, uni keyinidan o'q etayotgan botir jasoratli odam iroda qilinadigan ish yo'q. Ya u iroda qilindi, ya bu iroda qilindi. Chunki bu ikkisini omlashtirib bo'ladigan, ikkinchi ma'noni umumlashtirib, birinchisi ikkinchisi qattiq qiladigan ish emas. Ammo yuqoridagi birinchisini ikkinchisini qattiq qilib bo'ladigan ishda men bu daraxtdan yemayman, bu bug'doydan yemayman degan gapga bug'doyni chaynab yeyish yoki un qilib yeyish, pishirib yeyish hammasini ichiga tiqilib olganday masalada bo'lgan bilan ma'noda masalada bo'lmaydi. Bu ikkisi ayirmaydi masala. Xo'sh. Endi 5-chi asosiy muhim qoida لا بد لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له من مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كالأسد للرجل الشجاع. Yani lafızның ma وضع له'nin g'ayrga, yani asli qo'yilgan ma'nosidan boshqa bir ma'noga, ikkinchi bir ma'noga ko'chirib ishlatilishi uchun chuqum bu haqiqiy ma'no bilan majoziy ma'no o'tirishida bir munosabat bo'lishi kerak. Buni biz so'zlab o'tganmiz. Kal-asadi lirrajul shujaa, ya'ni shir degan gap botir jasoratli odam qo'yilgan o'xshash masalan. Ya'ni bu ikkisining bir munosabati bo'lishi kerak. Ya'ni bir qarinat sarifa bo'lishi kerak. Ammo haqiqiy ma'nodan o'rib o'tadigan bir qarina bo'lishi kerak. İkincisi munosabati bo'lishi kerak. Ya'ni bu ma'noda masalan ra'aytu asadan yermi desam, ama yermi degan so'z qarinat sarifa, anil haqiqa. Haqiqatdan o'rib o'tadigan qarina bo'ladi. Unga aloqa bo'lsa, munosabat bo'lsa, ya'ni botir odamning shijoati bilan shirning shijoati. Bu jihatda o'xshashganlik uchun shu o'xshash aloqasidir. Xo'sh, endi val ittisalu fi ahkam ash-shar'i bayna al-ma'na al-haqiqiy wal majazi ala nahwayn. Endi shariat ahkamlarida so'zning haqiqiy ma'nosi bilan majoziy ma'nosining o'rtasidagi aloqa, ulanish ikki tarafdan bo'ladi. Sözün haqiqiy ma'nosi bilan majoziy ma'nosining orasidagi shariat hukmlaridagi ulanishi aloqasi ikki tarafdan bo'ladi. Al-avval, birinchi tarafi al-ittisalu baynal illati vel hukm. Illat bilan hukmning orasidagi ulanish. Kal-ittisali baynash shira'i vel milk, ya'ni setib bilish bilan igi bo'lishning, igilikning orasidagi ulanish o'xshash. Chunki endi bu nima degan gap desa, baynal illati vel hukm degan gap, yani bir söz keladi, bu sözden ya illet murat buludu, ya illetning ma'luli hukmi murat buludu. Yani majaz haqiqiy ma'noda majaz ma'nosini o'tishga aloqa. Bir söz keladi. Bu sözden birisi illet, birisi hukm. Birisi illet, birisi hukm bo'lgan sözden illetni so'zlab hukmni iroda qilish joiz, hukmni so'zlab illetni iroda qilish joiz. Va thani, ikkinchi tarafi bo'lsa, so'zniki haqiqat ma'nosi majaz ma'nosi o'tishki shariat hukmidagi ulanish aloqasi. Al-ittisalu bayna sababi vel hukm. Sabab bilan hukmning orasidagi aloqa. Kal ittisali bayna milkil raqabati va milkil mut'a. Ya'ni bir qulninki gadniga ega bo'lish bilan uniki manfaatiga, ayol kishining yoki
quldagi manfaatiga ega bo'lishning o'tirishidagi aloqa. Xo'sh, endi biz bu yerda bu masalani misollar bilan tushuniladi. Oldi bilan illat bilan sababni o'rtasidagi farq bir oz farqini so'zlab beray. Illat degan gap illat ma'luldan ajrimaydi hech qachon. İllat ma'luldan ajrimaydi. İllat degan nima desa, bir narsaga ilib boradigan lekin ta'siri bor. Ta'sir kuchi bor bo'lgan narsa illat deb ataladi. Ammo sabab degan joyda sababmi bir narsaga ilib boradigan narsa, ammo buningda ta'sir kuchi yo'q. Ta'sir kuchi yo'q narsa. Masalan, misol olsak, namozning vaqti sabab. Namozning vaqti masalan, aqimis salata liduluki shamsida Alloh taolo mishada namozniki pishim namozning farz bo'lishning sababi nima desa, kunning egilishi deymiz. Unda olganda bunun illati nima? Pishim namozining sabab bo'lish illati nima desa, Alloh taolaning amri deymiz. Alloh taolaning amri azalisi pishim namoziniki aqimis salatiga oyatining o'zi pishim namozining farz bo'lishniki nimasi illati. Ammo sababi bo'lsa kun egilish. Endi illat hech qachon ma'luldan hukmdan ajrimaydi. İllat bo'ldimi, hech qachon hukmdan ajrimaydi. Ammo sabab ba'zida hukmdan ajrab qolishi mumkin. Ba'zida sabab hukmdan ajrab qolishi mumkin. İllat ma'lul, sabab musabbab. Sabab natijadan ajrab qolishi mumkin, ammo illat hech qachon ma'luldan ajrimaydi. Mush qoidani bilib olaylik. Masalan, endi bu yerda bashira degan so'z illa. Setib olish illa. Milk, igilik va ma'lul. Illatning hukmi. Illatning kelib chiqgan. Bu yerda bilasini setib oldimi, chuqum ega bo'ladi, ega bo'lish kerak, ajrimaydi. Setib olgan narsa chuqum egilik uyutadi. Ammo sabab va hukm yerda kel ittisol. Masalan, bir odam bir qulniki bir qulga ega bo'ldimi? Ega bo'ldi. Bir qulga ega bo'lishning o'zi bu quldan manfaatlanishniki masalan dedek bo'lsa, uni xotin qilishniki sababi. Ba'zida bu qulni setib olishning o'zi, ba'zida bu qulni setib olishning o'zi uniki nimasiga ega bo'lmay qoldigan shu. Uningki manfaatiga ega bo'lmay qoldigan shu. Misolda tushuntiriladi. Hukmuhu xo'sh, endi buni hukmi, bu aloqaning hukmi nima desa, yasihul majazu fil awwali min al-janibayn. Yani birincisida, yani birinci illat va hukmlik aloqasi bo'lsa, majaz bir so'z. Bu gapning bari nima? Yani itlaqul illa va iradatul hukm va itlaqul hukm iradatul illa. Yani biz bir so'z bor, bu so'zdan biz illatni iroda qilishimiz ham mumkin, hukmni iroda qilishimiz ham mumkin. Va illat ma'lul bo'lganda. Yani sabab hukm bo'lib qolgan chog'da bundan bir taraflama iroda qildi, ikki taraflama iroda qilinmaydi. Bu hamda. Yani yasihul majazu fi'l avvali min al-janibayn. Birincisida yani illa ma'lul bo'lganida ikki tarafdan majaz qilishdir, majaz iroda qilish durust bo'ladi. Va fi thani ikkinchi shaklda yani sabab musabbab bo'lganida bir tarafdan bo'ladi. Va huwa zikru sababi va iradatul hukm. Bu bo'lsa sababni zikr qilib hukmni iroda qilish mushg'alan bo'ladi. Yani hukmni zikr qilib sababni iroda qilib bo'lmaydi ma'noda. Misollar bilan taqdim tushuntiriladi bu. İza qal mesela bunda desa in malaktu abdan fa huwa hur deb tushunadi. Agar men bir qulga ega bo'lsam, u ozoddir degan bo'lsa va arada min al milki ash-shira. Meyadiki shu qulga ega bo'lsam degan gapni setib olishni iroda qilgan bo'lsa, yani men qulni setib olsam u ozoddir degan bo'ladi demoqchi bo'lgan bo'lsam, yasihhu bu durust bo'ladi. Bu to'g'ri bo'ladi. Va law qala agar desa in ishtaraytu abdan fa huwa hur. Agar men bir qulni setib olsam u ozod degan bo'lsa va arada min ash-shira'i al-milk va bu setib olish degan gapdan ega bo'lishni iroda qilgan bo'lsa, ham bu ham to'g'ri bo'ladi. Demak, bu ikki taraflama, ikkisi illat ma'lul bo'lgandan keyin illat ma'lul hech qachon birisi-birini ajrimaydi. Shuning uchun biz har ikkisi teng kuchli qilib bizni uni bir ishlatishga bo'ladi. Ammo valau qala limrati agar o'zining ayoliga harrartuki degan bir odam o'zining ayoli xotiniga men seni ozod qilib etdim degan bo'lsa, va nawabihi talaq. Ozod qilib etdim degan gap bilan taloqni niyat qilgan bo'lsa, yasih to'g'ri bo'ladi. Valau qala li amatihi amma o'zining didikiga, qul cho'lisiga talaqtuki men seni taloq qildim degan bo'lsa, va nawabihi tahrir. U taloq qildim degan gap bilan ozod qilishni niyat qilgan bo'lsa, la yasih to'g'ri bo'lmaydi. Endi nima ish deganda, chunki o'zining ayoliga men seni ozod qilib etdim desa, ozod qilib etish degan gap aslida nimaning sababi? Yani gadanni ozod qilishning, yani qulni ozod qilishning sababi. Qulni ozod qilish nimaga olib boradi? Qulni ozod qilish, ozod qilib o'tish, u qulniki va dedakni ozod qilib olsa, dedakniki dedak bilan jimo qilishdan mahrum qilish qilib boradigan ish. Unda olgandan keyin men seni ozod qilib etdim desa, bir kishi ayoliga, men seni taloq qilib etdim degan ma'ni chiqadi. Ammo buni aksicha bir odam dedakiga men seni taloq qilib etdim desa,
talaq qilyaptim degan gap faqatlam uniki nimasini men seni talaq qildim degan gapi, ya'ni men sendan jimo qilish, seni vati qilish huquqimni baqo qildim degan bo'ldi uning ma'nosi. Vati qilish huquqimni baqo qildim degan gapdan seni ozod qildim degan gap chiqmaydi. Ya'ni sening bo'yningni ozod qildim degan gap chiqmaydi. Demak, ikkinchisi sal adaf, quvvat ojiz. Birincisi kuchli, ikkinchisi ojiz bo'lganlik uchun. Ammo 5-dagi hukmda ikkinchi taraf o'xshash kuchli. Shuning uchun shunda bo'ladi. Oltinchisi, xo'sh, endi bu yangi eng muhim mazmun, 6-mazmun ma yutraku bihil ma'nal haqiqiy khamsatu anwa. Ya'ni so'zning haqiqiy ma'nosi tark etiladigan narsa 5 turlik bo'ladi. Demak, buni biz 5 degan emaslik, cho'qim majozning ikki narsa bo'lishi kerak. Biri qarinatu sarifa anil haqiqa, so'zning haqiqat ma'nosidan cho'rib o'tadigan qarina. İkincisi aloqa dedikmi? Aloqa 10 necha xil aloqa bor. Bu aloqani inshaalloh balog'at babida o'qisizlar. Ammo qarinatu sarifa haqiqiy ma'nosidan cho'rib o'tadigan qarinalar mana usul fiqhda tabiiy ayrim so'zlarda 6 xil narsa bor. Yani 5 xil. Birincisi endi buni dalil deb ataymiz, dalil. Ya'ni so'zning asli ma'nosidan cho'rib o'tadigan, haqiqat majoz ma'nosi cho'rib o'tadigan dalillar. Bundan dalillardan söz haqiqatni majozga yetkaziladi degan hamda. Bu juda intayin muhim dalillar. Ba'zilar ilgari so'zlab o'tilganligidan takror sifatida keladi. Birinchi dalalatul urf, ya'ni urfning dalalati. Birinchi dalil, ya'ni qarinat sarif haqiqatdan cho'rib o'tadigan birinchi dalil urfining dalalati. Yani bizda urfimiz kuchli dalil hamda. 10 xil dalil bor bizda. Muttafaq alayhi bo'lmagan, lekin muxtalafun fiha bo'lgan 10 xil dalil. Shu dalilning biri nima? Urf. Al-urf. Mushu endi dalalatul urf degan urf bir ishga dalolat qiladi. Shundan haqiqat ma'nosidan so'zning haqiqat ma'nosidan cho'rib o'tib majoziy ma'nosiga urf nima qo'ydi? Dalolat qiladi. Masalan, ya'ni idza kana al-ma'na al-majazi muta'arifan bayna nas, ya'ni majoziy ma'na kishilarning orasida urf odatga aylangan bir ma'no bo'lsa, 5 dedik biz majoziy, agar bir so'zning majoziy mutaarifsi bo'lsa, Imom Azamning ko'z qarashida yana haqiqat avla, agar Imom Azamning ko'z qarashida umumul majoz avla dedik 5da. Mushu majoziy mutaarif degan mana mushu. So'zning bir kishilarning orasida urf odatga aylangan bir majoziy ma'nosi bo'lsa, shu chaqda yutraku bihil ma'nal haqiqiy. Buni bilan haqiqiy ma'no tark etiladi. Masalan, kaman halafa. Ba'zida buni qasam ichgan bo'lsa, la yashtari ra'san, man qalli sotib olmayman deb qasam ichgan bo'lsa, bu qasam yuhmalu ala ru'usil baqari wal ghanam. Kal bilan qo'yning qallisiga g'anam hamla qilinadi. La ala ru'usil usfuri wal hamama. Qushqachidan kaptaning qallisiga hamla qilinmaydi. Nimishqa deganda, chunki men qalli yemayman deb qasam ichgan bo'lsa, bu odam normalda yeyiladigan kallı ya kalının kallısı ya qo'yning kallisi bo'ladi. Hatto bizning zamonimizda bu faqat qo'yning kallisiga g'ana hamla qilinadi. Nimishqa biz zamonimizda asosan odamlar qo'yning kallisini yeydi. Bir kalla gap yana kalla yegim gap qoldi desa, odam chiqib qo'yning kallisiga ketgan gap kalının kallisini emas. Demak, mana shu urfida odatlangan kishilarniki odatlanib ketgan urfisi asli rasman kalla yemayman degan gap, ya'ni qanday kalla bo'lsa, kaptaning kallasi bo'lamdi, biloqning kallasi bo'lamdi, nimaning kallasi bo'lsa mayli, kalla yemayman degan bo'ladi asli. Umum hammasi oladi o'chiga oladigan. Kalla jinsiga tava hamma narsa o'chiga oladi, ammo urfi buni cheklab qo'ydi. Urfi xoslab qo'ydi. Xoslab, ya'ni faqat ya qo'y kallaga yoki qo'yning kallasiga xoslab qo'ydi. Mana mushumi nimani so'zning haqiqat ma'nosidan cho'rib o'tadigan birinchi dalil. Ikkinchi dalil bo'lsa dalalatun nafsil kalam. Shu kalamning o'zi dalolat qiladi. Ya'ni so'zni asli ma'nosidan ko'chma ma'nosiga o'tkazishga kalamning o'zidagi bir so'z nima dalolat qiladi. Masalan, faman qala bi adam desa, kullu mamlukin li fa huwa hur. Mening mamluk qulimning hammasi azod. Har qanday mening mamluk qulim bo'lsa azod desa, mishada la yu'taqul mukatab. Mukatab qul azod qilinmaydi. Mukatab qul azod qilinmaydi. Faqat mamluk qulga ham azod bo'ladi. Asli kullu degan gapni hamma qulim azod degan gap chiqish kerak. Ammo bu yerda mamluk degan so'z, ya'ni 100% qulim degan gap. Mamluk degan gap, qul degan mukatab qul, mudabbar qul, ummu valad qul, mamluk qul deb bir qancha xil bo'ladi, so'zlanadi. Endi mishada bu yerda mening mamluk qulim azod desa, bu yerdagi mukatab qul azod bo'lmaydi. Nima degani mukatab qul degan gadini xo'jayinning quli, bu abdun raqabatan deydi. Uni gadini nima degan gap? Qul o'zi. Ammo hurrun yedan, buning quli azod. O'zi gadini qul. Ammo
qul azat degan gap, ya'ni u o'zi xohlagancha tijorat qila oladi, xohlagancha ish qila oladi, o'zining pulini o'zi tutib, toki shu xo'jayinidan bir azotlab bo'g'icha o'zi mustaqil tijorat qila oladi. O'zining puli o'ziniki nomida bo'ladi. Deyishgan putishga vaqtgacha gadini azat qilish uchun o'zi mustaqil ishlay oladi. Bu shu quli azat, ammo gadini qul mukatab degan. Bu jihatdan komil qul bo'lganlik uchun nima bo'lmaydi. Bu so'zning o'zi mamluk degan so'zning o'zi bu so'zniki kullu mamluk degan hamma qul degan ma'ni iroda qilinmay, balki buni faqatlam 100% qul degan gapni majoziy ma'niga o'tkaydi ekan. Haqiqiy ma'nisi iroda qilinmaydigan qul, hamma qul buning ichiga kirmaydi ekan deb chiqarib tashlaydi. Li'anna al-mamluka yatanawalu al-mamluka kamil. Chunki mamluk degan so'z komil ega qilingan qulni o'z ichiga oladi deydi. 3-dalalatu siyaqil kalam. Kalamning siyoqining dalalati. Xo'sh, endi ba'zida kalamning siyoqi ya shu so'zniki asli ma'nosidan yandirib o'tib, majoz ma'nosini iroda qilishga dalil bo'ladi, dalolat qiladi. Endi biz siyoq deb bir narsa bor. Siyoq degan nima? Bizda sibaq, lihaq, siyoq deb bir narsa bor. Sibaq degan gap so'zning oldidagi qo'shnisi. Lihaq degan so'zning keynidagi qo'shnisi. Siyoq degan so'zning oldi keynidagi qo'shnisi. So'zning oldi keyni degan gap. Kalamning siyoqi deb qo'yamiz, ya'ni so'zning oldi keyni. Masalan, fayda qala al-muslim lil harbi. Qachonki musulmon bir harbiyga bunday desa, inzil degan. Inzil degan bo'lsa. Yana bu nima degan gap desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda va in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu. Yani agar mushriklardan birov amonlik tilasa, uningga amonlik bergan degan oyatniki dedi bo'yicha jangda masalan mushriklar nimaning qo'rshovning ichiga yoki sepilning ichiga shuni o'lib turib olgan chog'da tushgan deb, ya'ni musulmonlar nimadan sepildan tushgan deb shunda desa, fanazala u gapni anglab kafir tushsa, kana aminan, bu kafir aman bo'ladi, bunga amonlik berilish kerak, amonlik beriladi. Walau qala, endi agar bunda desa, inzil in kunta rajulan. Ha, bu yerda tushgan, agar bo'lsang tushgan desa, bu yerdagi inzil degan so'zniki oxir qaraymiz, ya'ni bu yerdagi lihaq ma'vosi, kalamni siyoq bo'ldi. Kalamni siyoq qarasak, beshtimi inzil dedi, bu yerda inzil dedi, ammo ma kendiki inzilniki oxir qaraydigan bo'lsak, in kunta rajulan degan so'z bor. Agar bo'lsang tushgan degan bo'lsa, fanazlan tushgan bo'lsa, la yakuna aminan, bunga amonlik berilmaydi. Ya'ni kela urushimiz degan bu tomoni emas, bunga amonlik berilmaydi. Demak, bu so'zniki siyoqidan so'zniki inzil tushgan degan ma'niniki haqiqiy ma'nosi cho'yilib ketdi majoziy ma'niga. Xo'sh, 4-dalalatu min qibalil mutakallim. Dalalatu min qibalil mutakallim, mutakallim tarafidan bo'lgan dalolat. Ya'ni ba'zida mutakallimning o'zi so'zning asli ma'nosidan ko'chma ma'nosiga iroda qilinishiga bo'lib dalolat qiladi. Mutakallimning o'zi. Masalan, yaminil fawr. Yaminil fawr degan gap darhol qasam degan gap. Ikki ma'nosi bor yaminil fawr. Bir darhol qasam, yana biri g'azab ochiqlab g'azabi teshib turganda qilgan qasam degan gap. Bu nima degan gap desa, masalan, bir xotin qattiq ochiqlashib, xotinni yomonlab uyga mang'ilib qolsa, shu chaqda eri agar taloq chiqsang, agar taloq chiqsang, sen taloq desa, asli bu taloqning lafzi muabbat. Ya'ni sen taloq chiqsangligida taloq degan, qachon chiqsang taloq degan bu da asli ma'nosi, haqiqat ma'nosi. Ammo bu yerdagi shu mutakallimga qarab, mutakallimni ochiqlab turib, shuniki ayol kishiniki mang'ilib qarab turib, bu yerda hukm haqiqiy ma'nosini majoziy ma'noga o'tkazib, ya'ni hozir chiqsang uydan, hozir chiqsang taloq degan bo'ladi. Agar shu chaqda ketmay ochiq yonganda chiqsa taloq bo'lmaydi degan bo'ladi. 5-si dalalatu mahallil kalam. Endi 5-dalil, ya'ni so'zning asli ma'nosidan majoziy ma'noga o'tkazadigan 5-dalil bo'lsa, dalalatu mahallil kalam, ya'ni kalamning joyi, o'rnining dalolati. Ba'zida qarinat-i sarifaning bo'ladi, ya'ni kalamning o'rni, kalamning joyi bo'lib qoladi. Kalamniki yuziga qaramaymiz, kalamning o'rniga qaraymiz. Gap keladigan yerga. Masalan, ya'ni ay kana mahallul kalam la yaqbalul ma'nal haqiqiy. Gap qiladigan yer haqiqiy ma'noni qabul qilmaydigan yer bo'lib qoladi. Haqiqiy ma'noni qancha qo'ysaqmi, u yerga tushmaydigan, u yerga tushmaydigan yer bo'lib qoladi. Masalan, kanikahil hurrati, masalan, azat ayolni nikohlagan o'xshash. Masalan, azat ayolni bir odam nikohlab bersa, demak, bilafzil bay'i vel hibati ve sadaqati ve temlik. Velisi azat ayolni satdi, men qizimni sizga sotib berdim, qizimni sizga mut berdim, qizimni sizga sadaqat qildim, qizimni sizga mulk qilib berdim deb bundaq bergan bo'lsa, undan men to'yloqni to'yloqqa mana mushu chaqda bu yerdan biz bu
üzünü hakikaten ma'nisi irade qilayotsak irade qilolmaymiz. Çünkü bir yerde nikah o'qilyotidi. Azat deganni sotqilanmaydi. Azatni sotqilanmaydi. Azatni sotqilanmagandan keyin bu yerdagi gap majburiy narga kelib qoladi. Nikahga kelib qoladi. Ya'ni gap tushmaydi agar qancha biz nima qilay desakmi, o'sha haqiqat ma'nosini irode qilay desakmi gap tushmaydi. Shu majburiy holatda nikahga bo'lib qoladi. Oş fayda deydi. Kullu mevdi'in yekunul mahallu mutayyinan li nev'in minel mecaz. Yani muş mecazdan türlerden bir türlüge tayin tapkan mahal her bir kullu mevdi'in her bir orun ki yekunul mahallu yani mahal yapının cayı mecazdan bir türlüge tayin tapkan yada la yuhtacu fihi ile niyye. Bunun niyetke kat ihtiyaç bulmaydı. Yani hem de her kanda bir orun bir yerdeki urunun üzü fakat sözünün mecazının türlerinin biz yukarıda sözlegenmiş sariflerdeki mecazının sözünün asli manasının köçme manası yötkeydiğen bu delillerden birisi kelip bu sözünün urunu bir şeyge mecaz kiliş kerek mecazın başına eskisi bulmaydı degan urunun hamısı da bunun niyetiga qaraymayız degan gap yo'q. Niyetga ihtiyaç bulmaydı. Yani nima taqanda aşağıda tayin tapsa bu şu xuddi yuqori masalada kerak masalan nikah sorununda oturup kızımni sizga sotdim desa, kızımni sizga sotdim desa, buniki niyetiga qarab niyetida qizni setishmikan ya nikohlashmikan deyilmaydi. O'sha atrof shu dalalatul hal. Shu holatning o'zi shu yerga nima qilib turdi? Bu nikoh soruni ekanligini nima qilib turdi? Mana men deb turdi, shuni bunaqa niyetingiz nima deb so'rash ketmaydi deydi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.